Voy, voy buni og'irligini belim chiqdi. Gap bundoq. Bu yoqqa kel, qulog'ingni katta-katta och. Xullas, qurilish zinapoyalarini mana shular bilan tugatasan. Ishim yo'q. Yetadimi, yetmaydimi bilmayman men. Sifatsiz bo'lsa menga nima? Tezlashtirib gapni aytganini qil. Mana shu bilan tugatlaring. Meni boshqa joyda qurilishlarim kutib turibdi. Navoiyda xuddi shu kabi ko'rinishda ko'p qavatli xonadonlarning zinapoyalarini qurish jarayonida sifatsiz mahsulotlardan ishlatilgani ma'lum bo'ldi. O'rganish ishlari jarayonida qurilish obyektining zinapoyalari sifatsiz hamda qurilish hujjatlarida keltirilgan talablarga mos ravishda qurilmayotgani aniqlandi. Aniqlangan kamchiliklar bo'yicha mas'ullarga yozma ko'rsatma berilib, joyida bartaraf etildi. Qurilish jarayonida belgilangan talab va standartlarga qat'iy rioya etish majburiyati yuklatildi. Inspeksiya tomonidan viloyat hududlari bo'ylab nazorat tadbirlari qat'iy va uzluksiz davom ettiriladi. Shu o'rinda ayrim qo'shtirnoq ichidagi quruvchilar sizga yuzlab yurtdoshlarimiz ishonib, uyalish maqsadida misqollab yiqqan pullarini berishadi. Omonatga xiyonat qilmang, zero bir marta yo'qotilgan ishonchni qaytib tiklab bo'lmaydi.